Futbol olami shok bo'lishi mumkin. Mourinyo Realga qaytmoqda. Lekin bu oddiy qaytish emas. U klubga 4 ta shart qo'ygan va agar Real Madrid bunga rozi bo'lsa, bu futbol tarixidagi eng katta o'zgarishlardan biri bo'lishi mumkin. Bugun sizga shu 4 ta shartlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Birinchi shart barcha transferlarni Mourinyoning o'zi nazorat qilishi. Agar futbolni yaxshi tushunmasangiz, oddiy qilib aytaman. Transfer deganda klubga yangi futbolchi olib kelinishi yoki futbolchini sotish tushuniladi. Masalan, Real Madrid Mbappeni oladimi, kimdir ketadimi, yangi hujumchi keladimi? Mana shu qarorlarni Mourinyoning o'zi hal qilmoqchi. Nega? Chunki ko'p klublarda transferni faqat murabbiy hal qilmaydi. Ba'zida klub prezidenti yoki direktorlar kengashi va sport direktori ham aralashadi. Masalan, murabbiy menga himoyachi kerak deydi, lekin rahbariyat yo'q, hujumchi olamiz, chunki u mashhurroq deydi. Mourinyo esa bu narsani yoqtirmaydi. U o'zi sistemasiga mos futbolchilarni xohlaydi va aslida bu uning oldingi faoliyatida ham ko'p bo'lgan. Masalan, Manchester United davrida Mourinyo ayrim transferlardan norozi bo'lgani aytiladi. Tottenham va Roma davrida ham u o'ziga kerak futbolchilarni olmaganligi haqida shikoyat qiladi. Shuning uchun bu safar u boshidan hammasini nazorat qilmoqchi. Bu yaxshi tomondan qaralsa, jamoa murabbiyning rejasiga mos quriladi, lekin yomon tomoni ham bor. Agar transferlar ishlamasa, barcha ayb Mourinyoning o'zida qoladi. Endi ikkinchi shart. Mourinyo direktorlar kengashini mashg'ulotlarda aralashmasligini xohlayapti. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, Jose Mourinyo jamoani men boshqaraman demoqchi. Ba'zi katta klublarda rahbariyat juda ko'p aralashadi. Kim o'ynashi kerak, kim zaxirada qoladi, kim sotmaslik kerak. Hatto ba'zi hollarda mashg'ulotlarga ham aralashadi. Mourinyo esa bunaqa bosimni yoqtirmaydi. U juda qattiq qo'l murabbiy. Agar futbolchi yomon o'ynasa, u katta yulduz bo'lishiga qaramasdan zaxiraga tushirib qo'yishi mumkin. Va Mourinyo rahbarlar bu futbolchini o'yna degan buyruqni berishni istamayapti. Chunki murabbiy uchun eng muhimi intizom. Agar kiyinish xonasida murabbiyning gapi o'tmasa, jamoa parchalanadi. Mourinyo esa aynan nazoratni qo'ldan bermaslik uchun shu shartni qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin bu ham xavfli. Chunki Real Madrid oddiy klub emas. Bu yerda prezident Florentino Perezning ta'siri juda katta va tarixda ko'p murabbiylar aynan shu rahbariyat bilan kelisha olmaslik sababli ketgan. Uchinchi shart ham juda qiziq. Mourinyo ixtiyoriy matbuot anjumanlarini bekor qilmoqchi. Endi oddiy tilda tushuntiraman. Matbuot anjumani murabbiy jurnalistlar oldida gapiradigan joy. Masalan, nega jamoa yutqazdi, nega futbolchi o'ynamadi, siz iste'fo berasizmi? Shunga o'xshash savollar bo'ladi. Va Mourinyo tarixda jurnalistlar bilan eng ko'p urushgan murabbiylardan biri. Ba'zan ularning savollariga jahlli chiqadi. Ba'zan jurnalistlarga kinoya qiladi. Ba'zan esa katta mojarolar chiqadi. Shuning uchun u ortiqcha media bosimidan uzoqroq bo'lishni xohlayapti. Chunki hozirda futbol faqat maydonda emas, internet, Twitter, Instagram, TikTok bittaga butun dunyoga tarqalib ketadi. Mourinyo esa ehtimol faqat futbolga e'tibor qaratmoqchi. Bu yaxshi ham bo'lishi mumkin. Kamroq drama, ko'proq fokus. Lekin boshqa tomon ham bor. Muxlislar va jurnalistlar murabbiydan doimo izoh kutadi. Agar murabbiy kam gapirsa, mish-mishlar yanada ko'payishi mumkin. Va endi eng muhimi shartlardan biri. Mourinyo shtabni o'zi to'liq tanlamoqchi. Shtab deganda o'zi nima tushuniladi? Bu yordamchi murabbiy, fitness trener, analistik va boshqa murabbiy guruhi. Oddiy odam faqat bosh murabbiyni ko'radi. Lekin aslida katta klublar ortida juda katta jamoa ishlaydi. Kimdir futbolchining yurishini kuzatadi, kimdir raqibni analiz qiladi, kimdir jarohatlarni nazorat qiladi. Mourinyo esa o'zi ishonadigan odamlarni ishlashini xohlaydi. Chunki futbol juda katta bosim va murabbiy yonidagi odamlarga ishonmasa, muammo boshlanadi. Bu aslida professional murabbiylar uchun juda oddiy holat. Ko'p murabbiylar o'z jamoasi bilan yuradi. Masalan, Pep Guardiola ham o'z shtabiga juda ishonadi. Mourinyo ham aynan shunday qilmoqchi. Bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'ysangiz juda xursand bo'lar edik.